Kung Fu Panda'dagi barmoq qaychi usuli qaranglar. Mana bunday tushiramiz. Bunday qilib yana qaytarib joyiga kirgizib qo'yamiz. Qaysi mashina kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozirgi paytda 5 yilga bo'lib to'lash asosida berilayotgan bu avtomobilni ko'pchilik olsammi, olmasammi deb ikkilanyapti. Lekin hammani qiziqtiradigan bitta savol bor. Ehtiyot qismlari topiladimi? Bo'lsa qancha? Xo'sh, taxmininglarcha bu qaysi avtomobil? Topa oldinglarmi? Topa olgan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Soat o'rtoqlar 10 bo'lyapti. Shu videoni sizlar uchun tayyorlaymiz. Shuning uchun bitta videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Topolmagan bo'lsanglar, men sizlarga ko'rsataman. Bu 10X avtomobili. Xullas kalom, men hozir Navoiy shahridagi eng taniqli ustalarimizdan biri Farruh, ya'ni Ustajon o'zi buni oldidaman. 10X ni orqasidan yetib olishgan. Xo'sh, umuman olganda 10X ni zapchaslari qancha turadi? Topiladimi? Mana shu mashina qanchaga bityapti? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Shuning uchun bitta like bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Narx-navosi bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'sh, bu mashinamizga o'zi nima bo'lgan? Orqasidan aka Nexia yetib olgan, Nexia legenda. To'g'risi yaxshi emas bilasiz. Ko'rishlaringiz fartkiga zarar yetgan, shivlerga zarar yetgan, bamfer, yubkasi, kameralar sinmagan, ikkita garim dorilar singan aka. Xudo xolasa buni idealni qilib beramiz, chiqari sepilmaydi. Bamferi hozir men sizga bu narxlarini ko'rsatib o'taman. Bizani Navoiydagi narx, ya'ni ayrim viloyatdagi narx o'zgarishi mumkin. Original zapchastlarni aytayotganda bamfer 750 ming so'm. Qora. Qora bamfer o'z rangida keladi, lekin sensor joyi bo'lmaydi. Sensor joylari teshib qo'yiladi. Yubkasi ikki xil bor, arzoni, qimmati bor. Klientimiz originalni qo'yamiz dedilar, 400 ming so'm. Ikkita qalampiri 280 ming. Sensor ketgan 250 ming. Mana bu dugasi 270 ming. Kommentariyada umumiy qancha bo'ldi yozib qoldiringlar. Xo'p, 10X da tayyorlash o'zi osonmi, qiyinmi? Aka, bu ish juda ham mana kamera yaqin olib kelsa, mana qo'l bilan bemalol qimirlatsa bo'ladi mana. Mana qimirlayapti, ko'ryapsizlar, mana tishlar bilan o'ynayapti. Mana jimjiloqda orqasiga yaxshiroq bir tepsa, egalarni xafa qilmoqchi emasmiz, lekin real faktni ko'rsatib o'tamiz. Real faktni ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Egalariga umuman bizani husumatimiz yo'q. Keyingi masala, masalan, kapot qancha taxminan? Kapoti radnoyi 500-600-700 dollargacha bo'lishi mumkin. Gruntovkaligi shu 1,5-1 million shunaqa. Uni aniq narxini bilmayman lekin. Shu atrofda turadi. 100 dollardan, qavrasi 600 dollargacha deb hisoblayvering. Farasi aka bular narxini bilmayman. Bilganlar kommentariyga yozib qoldirsin. Xo'p. Siz o'xshatgan nechta 10X bo'ldi o'zi? Juda ko'p aka, juda ko'p. Hamma. Xullas kalom, har joyda oldidan urilgan, orqasidan yonidan urilgan, zadni krolani radno ham qilib qo'yib berdik. Qaysi qismini taxlash oson? Hammasini o'zgarishi bitta mana shu stop qo'yish bo'lsa ham o'ziniga yarasha qiyinchiligi bor. Rost aytmoqchi bo'lgan narsam, oldidan yeganda tuzatish qiyinmi yo orqasidan yeganda tuzatish qiyinmi? Qaysi biri oson? Detal aka cho'zilib ketar ekan. Misol uchun, Gentrani krilosi pachoq bo'lsa, o'zini yana vasстановление qilib yangi qo'ymasdan o'zini hayotga qaytarish osonroq. Lekin buniki sal yupqaligini evaziga avtomobil maksimal darajada yengil qilingan, kamroq sotligi uchun o'shaning yupqaligini evaziga deformatsiya ko'proq bo'ladi-da, o'zini taxlash bizga sal muammo tug'diradi. Men 10X avtomobilni boshqarganman, bitta narsani aytib o'tib ketaman akalar. Bunda 132 ta ot kuchi bor. Bu zo'r chopadi. To'xtatish sal qiyinroq, chunki oldi diskli, orqa barabarli tormoz tizimi. Shu uchun bosayotgan paytingizda, qo'pol qilib aytganda, o'ylab bosinglar. Shu mana shunaqa kutilmagan rasxotlarga tushishni istamasanglar, hech kim mashina urilmasin. Prosta tushuntirib o'tib ma'lumot uchun. Xo'p, 10X egalariga nima tavsiyalar berasiz? 10X egalariga tavsiya berishdan oldin 10X orqasidan oldidan yuruvchilarga tavsiya beraman. Bu bilan o'ynashmanglar. Bunga misol uchun salgina 20 tezlikda ham urib qo'ysangiz rasxotga tushib qolasizlar. 10X bilan o'ynashmanglar. Endi 10X egalariga maslahatim, yaxshi benzinni solib minsinlar. Men o'zimda ham shaxsan 10X bor aka. Biror joy отказ qilgan yo'q. Misol uchun Toshkentga ham borib, qancha joyga borib keldik aka. Zo'r qishda ham, yozda ham, hamma mavsumga oilaviy mashinacha. Ko'ngli nozikroq, sal qattiqroq gapirib qo'ysangiz sim qolishi mumkin. Voyda vaqtiga almashtirsinlar, minsinlar, rasxotga bergan bo'lsa, olaversinlar. Ko'zil tomonlama shu sal nozikroq, mana shu jihatni ta'kidlab o'tib ketyapman. Men bitta aka o'zimni shaxsiy fikrimni aytib o'tmoqchiman. Agarda mana shu avtomobil o'sha Gentrani paytida chiqqanda bunga ochratga turilar edi. Hozir nimaga bunga rasxotga berilyapti? Chunki nima deydi? Hozir bozor boshqacha. Gentra chiqqan payt bozor boshqacha, Lacetti chiqqan payt bozor boshqa, 10X chiqqan payt boshqacha. Xuddi shunaqa. Talab hozir chunki konkurensiya, raqobat ham katta bo'lib ketdi. Xo'p, 10X ni o'zi umumiy mana tuzatib yuribsiz-ku. Hozir mana shuni, mana orqa holatiga necha kun vaqt ketadi tuzatishga?
Yani mana shu holatiga ishlab tursa 2 kunda qilsa bo'ladi. 2 kunda qilsa Lekin bo'ladi. bizda avtomobillarimiz ko'p, ishlab Juda ko'p. 3-4 kunga cho'zilib qolishi Navbat mumkin. bo'lib qolishi Mana videolarga mana vaqtimizni olyapsiz, ishlay olmayapmiz, shunaqa deb qoladi. Avariya holatlarga chiqib ketib qolamiz aka. Ha, tushunarli. Zapchastlari hammasi bor, duplikat variantlari ham bor, Bor, arzon ham aka, bor, bor. qimmati ham bor. Mijozning o'zi xohlab tanlab olishi mumkin. Hech qanaqa muammo yo'q. Xolasalar radnoy, xolasalar gruntovkali, xolasalar Xitoy, xolasalar Qaysi detallarini radnoy qoldirsa bo'ladi. Endi albatta holatiga qarab ham, endi misol uchun buklanib ketgan tiklab bo'lmaydi-yu, lekin ishiga qarab Ha. aka, ishiga qarab. Bitta Ishiga qarab. toshgacha bo'lishi mumkin. Ha. Misol uchun ishi ko'p bo'lishi mumkin, lekin katta pachoq bo'lishi mumkin. Ichkaridan sal bunday qo'ldan Chiqarish chiqarsam mumkin. chiqarishim o'sha sложностiga qarab. Ko'pchilik Telegramdan rasm tashladim, Ha. kirib ko'ring deydi, pachoqni to'g'ridan tushiradi, lekin Ha. biqindan qarasa u defol. Shuning uchun olib kelib bersalar, xudo xolasa, Instagramga kirib ko'rsanglar bizning ishlarimiz bor. qiziq bitta savol Chiroyli beraman. qilib Qarang. Vakuum qilishga misol uchun deylik ikkoviga ham bir xil zarba yetgan. Cobalt oson chiqadimi, bu oson chiqadimi? Cobalt osonroq deb o'ylayman. Men vakuumchi emasman, lekin menimcha Cobalt osonroq chiqsa kerak deb o'ylayman. Ha. Umumiy ma'noda Cobaltni detali yupqaroqmi yoki bunikimi? Menimcha uniki bo'lsa kerak. Buniki yupqaroq. Например, Cobaltni bagajini mana bu tarafdan udarib bo'lib qolsa, Aha. faqat o'sha joyga ishlaysiz. Bu jentraga o'sha joyga ishlaysiz. Ha. Lekin 12 ta mana shu yerdan ursangiz, ikkitani bu yerdan vanna beradi. Vakuumchilar juda ham yaxshi, ikkita mana bu yerdan vanna beradi. Bunga ham qarang mana. Ha. Bu yoq tarafda yaxshi turibdi, Ha, mana kamera mana, mana bu yerda mana, vanna bor. vanna bor. Deformatsiya ko'p Bo'lgan. beradi akam. Misol uchun bu yerdan udarib bo'lsa, krilo mana bu yerlardan o'ynab ketib qoladi. Bo'sh. Wow. Ha. Tak что shu akalar sal bu bilan masofa saqlab yurishinglar o'zingizlarga foydali. O'zingizlarga foydali. Ayniqsa Nexia 2. Kaprizli mashina. Juda ham Nexia 2lar. injiq. Xo'p. Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bosib, bu videoni 10x bor, 10x olmoqchi bo'lgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar, chunki ular uchun ham manfaatli bo'ladi. Farruxda telefon raqamlarini pastda qoldiraman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishonchli usta ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beradi. Chiroyli narxlar asosida. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman, sog' bo'linglar, charchamanglar.